Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, jin va shaytonlar insdan bo'lgan shaytonlar bir-biriga ko'makchidirlar deyilgan. Savolim, nega unda shaytonlar muhim sirlarni, misol uchun qidiruvda bo'lgan da'vatchilarni, mujohidlarni qayerdaligini yoki ularni tadbirlar haqida ma'lumot yetkazishmaydi? Ba'zida bir fikrlarimiz, amallarimiz bo'ladi. Uni hukumat bilsa qo'rqib ketadigan ishlar bo'ladi. Jinlardan bo'lgan va buni ko'rib turgan yordamchilari nega yetkazmaydi? Shu haqida tushuntirsangiz debdilar. Albatta siz aytgan narsa u bor. Ya'ni Alloh Qur'onda aytgan: "Va inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum." Shaytonlar o'zlarining oshnalariga vahiy qiladilar, ular sizlar bilan tortishliklari uchun degan. Ya'ni masalan, siz bitta inson bilan tortishayotgan bo'lsangiz din ustida, siz bitta u bilan tortishmayapsiz. Uni yelkasidagi shaytoni bilan ham tortishyapsiz. Alloh shuni aytayapti. U jin shaytonlar ins shaytonlarga vahiy qilib turadi. Unaqa de, bunaqa de deb. Shuning uchun yetti uxlab tusiga kirmagan bir fitnalar, shubhalarni tashlaydi sizga o'shanda u. Oldida o'tirgan bir ateistmi masalan yoki bir din dushmani. Shunda siz bitta u bilan emas deyapman, uni yelkasidagi shayton bilan ham tortishyapsiz. Mana shu kabi ular tabiiyki musulmonlar haqida ma'lumotlarni ham yetkazadi albatta. Mana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganda mana butun jinlar hamma yoqda vahiy kelganda payg'ambarimiz to'g'rog'i. Vahiy kelganda payg'ambarimizga jin shaytonlar hamma yoqda izg'ib topinglar degan. Nima bo'ldi? Osmonda nimadir o'zgarish bo'lyapti. Osmonga chiqsak tosh otilib quvilyapmiz. Keyin oxiri bir guruh jinlar tavagan Nabiy sollallohu alayhi vasallamni va keyin Qur'onni eshitib iymon keltirishgan. Mana bir rivoyatdan chiqyaptiki, demak ular haqiqatan insoniyat olamida nima bo'lyapti, kim qanaqa yo'ldan ketyapti, buni izlashadi, harakat qilib bilishga qiziqishadi. Va lekin o'shalar ham izlagani dalilki, Alloh bildirmaguncha bilolmaydi baribir insoniyat hayotidagi narsalarni, garchi insonlar ko'rib tursa ham ular. Mana shuning uchun mana Makkada yurgan jinlar borib aytib bermagan-ku u yoqdagi jinlarga. Ular o'zlari kelib, izlab topib Nabiy sollallohu alayhi vasallamni iymon keltirishgan. Keyin borib ular ham o'zini qavmiga da'vatchi bo'lgan jinlar. Demak, insoniyat olamidan zaif ularda olami. Ya'ni mana bugun insoniyat olamiga qarasak, bir sistema bo'lib qolgan-ku. O'zbekistondan turadida bitta mana haromxo'r din dushmani bitta telefon qiladi-da, masalan Rossiyadagi yoki Amerikadagi musulmon haqida shunday ma'lumotni so'raydi. O'sha odamimizga ushlab beringlar deydi. Yoki u yoqdagisi ham turib olib, bunisiga aytadi, mana shu odamimizga ushlab ber deydi. Bir soniyada hal bo'ladi u odamning ishi, Allohning izni bilan albatta. Ya'ni insoniyat ichida demoqchimanki, aloqa haqiqatan oson va aloqa kuchli bugun shunaqa bo'lib qolgan. Lekin jinlarda bunaqa narsa bunchalik emas. Jinlar qadimda qanday bo'lsa, hozir ham xuddi shunday insoniyatga o'xshab sivilizatsiya, rivojlanish, boshqa bo'lgan narsalar Alloh alam, lekin ularda bu narsa bunchalik emas. Shuning uchun ham Alloh o'z insonni butun koinotni sayyidi qilgan. Jinlarda bu insondagi qudrat yo'q. Garchi havoda uchsa ham, suv tagida suzsa ham. Ular qanday bo'lsa o'shanday jinlar. Va shuning uchun ular bizni fikrimizni bilib, naryoqdagi jinga xabar qilib, o'zi xuddi telefon qilgandek holat aytgandik. Masalan, siz aytganingizdek bir da'vatchining yonida yurgan shayton naryoqdagi uni qidirayotgan jinlarga xabar qilib, mana yerda deb keyin unga aytib berib, bunaqa narsaga borisha olmaydi. Shuning uchun ham Alloh mana jin shaytonlar haqida aytgan: "Va ma hum bizarrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Allohning iznisiz hech kimsaga ular zarar bera olmaydi degan. Demak, nima qila olishligi hammasi Allohning izni bilan bo'ladi. Tabiiyki Alloh yo'lida yurgan inson Alloh bilan himoyalanadi. Uni yonida u ko'rmayotgan shaytonlarga qo'shimcha u ko'rmayotgan farishtalar ham bo'ladi. Farishtalar himoya qiladi mu'minni. Va mu'min yonida turib uni tug'ilib turadigan malak bo'ladi deyilgan. Uni himoya qilib turadigan malak bo'ladi. Raqibun atid degan Alloh hozir va nozir. Tabiiyki u malakni ko'rganda jin shaytonlar qochadi, 70 ta naridan yuradi undan. Badr jangida farishtalar tushgan paytda shayton nima degan? O'zining atbolariga qarab, ularga yordam beraman deb o'tirgan shayton: "Inni ara ma la tarawun." Men sizlar ko'rmayotgan narsani ko'ryapman deb tashab qochgan mushriklarni. Demak, Alloh bir insonga shunaqangi himoya bersa, hifz bersa, uni shunday satr qilib qo'yadi. O'sha jin shaytonlar ko'zidan ham va u jin shaytonlar ko'rgan taqdirda ham naryoqdagi jin shaytonlarga yetkazishdan uni g'ofil qilib qo'yadi. Sizga bir misol aytaman mana tarixdan. Yusuf alayhissalom bilamiz, qamoqda qolib ketdilar. Nima uchun?
Chunki qamoqdan chiqqan sheriklari may quyib beradigan podshohning yonidagi ofitsant podshohni oldiga borib Yusuf alayhissalom haqida aytishni unutdi. Bu haqida Alloh Qur'onda aytdiki, "Fansahu shayton unga unuttirdi" dedi. Borib podshohning oldida Yusufni zikr qilishni. Xo'p, shayton unuttiribdi, mana qarang. Hozir aytganingizdek, demak shayton ba'zan shunaqangi fitnalar qiladi, lekin o'sha mo'min foydasiga bo'ladi. Dalil bu narsaga Yusuf alayhissalom qamoqdan keyin chiqish vaqtlari kelganda o'sha podshoh yonidagi may quyib beruvchi podshoh shuni aytgan paytda esiga keldi Yusuf alayhissalom. Vaddakara ba'da umma dedi Alloh. Oradan yillar o'tib esiga keldi u dedi. Ya'ni Yusuf alayhissalom ta'birchiligi, shuning uchun men hozir sizlarga xabar qilaman deb ketdi Yusuf alayhissalomni ta'bir qilib berdi. Nimaga avval unuttirgan shayton endi unuttirmadi mana shu yerda o'shanga Yusuf alayhissalomni? Demak, mana bu dalilki, Allohning iznisiz hech bir narsa qila olmaydi ular. Unuttirgani ham Allohning izni bilan bo'ldi. Eslashi ham Allohning izni bilan bo'ldi. Unuttirgani ham o'sha Yusuf alayhissalomga manfaat bo'ldi. Demak, boshqalarga ham Allohning yo'lida yurgan insonlarga ana shunaqa Alloh o'zi himoya qilib qo'yadi shaytonlar, insu jin shaytonlar ko'zidan. Va ja'alna min baynihim sadda va min khalfihim sadda degan. Oldidan satr qildik, ortidan satr qildik. Nima uchun mana oyatlar kursini o'qib yotsang, tonggacha bir farishta seni quruqlaydi deyilgan. Tabiiyki siz aytgan olim ulamolar, da'vatchilar, haqdagi yurgan kishilar doim zikrda yuradi ular. Allohdan himoya bo'ladi ularga. Shuning uchun bu narsaga bunaqangi qattiq baho bermaslik kerak. Jinlarga ya'ni yetkazib qo'yadi deb. To'g'ri. Ba'zan shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Qachon agar mo'min odam g'ofil qolsa zikrdan, taqvodan. Biz o'sha zikr taqvodan uzoqlashgan miqdorimizcha jin shaytonlarda hujumi bo'ladi bizga. Va o'shani lozim tutsak, undan keyin hujum qilgan taqdirda ham bu bizning foydamizga bo'ladi. Yusuf alayhissalom qissasidagi kabi. Allohu alam.